Ertalabdan qiziq gap bo'ldi. Men aytib qoldim uydagilarga. Hammamiz orzularimizni amalga oshiryaptimi, yo'qmi o'ylaymiz, lekin nimagadir bizning uyda oyim orzulariga bir qaramas ekanmiz, eshitmas ekanmiz, ya'ni ham so'ramas ekanmiz, ular ham aytmas ekanlar. Shuning uchun oyimga savol berdim, qaynona oyimga. Oyi dedim, sizni nima orzungiz bor, amalga oshmagan desam, aytdilarki, hojoni bo'lgim kelyapti dedilar. Yo'q dedim, bo'ldi dedimda, yankalarini chaqirdim-da. Orzu dedim, mana oyimga dedim, 3 oy sizga srok, oyima -15 kilo qilasiz va maksimalniy mobilniy shaxsga aylantirasiz, ya'ni bemalol aktiv harakat qila olsin dedim. Va shunda 3 oydan keyin siz, men, turmush o'rtog'im va oyimni Makkaga olib boramiz dedim. Yig'lavordi. Oyim ham yig'lavordilar. Chunki oyim baribir eski davr odamlari, eski davrdagi odamlarda orzular ham bo'lmaganda, orzular ham orzuligicha qolgan. Ya'ni niyat qilib qo'ydik, xudo xolisa oyimni Makkaga olib boramiz. Orzu yig'lavordilar hozir. Chunki orzuga maqsad qo'ydik, agar oyimni -15 kilo qilsalar, oyim bilan birga Makkaga ketadilar. Gaplaringizga xursand bo'ldim. Oyi, siz o'zingizdan o'zingizga maqsad qo'ying, -15 kilo va xudo xolisa 3 oydan keyin Makkaga ketasiz. 15 kiloga hozir. Nimaki siz amalga oshmagan orzungiz bitta duosiz, hojona bo'lmadim duosiz. Endi hojona bo'lib kelasiz. Xudo xohlasa. Oyim уже harakatni boshladilar. Oyi harakatni boshlabsiz-ku? Taninglar sog' bo'lsin. Xo'p. Yetinglar, men ko'rmagan narsalarni sizlar ko'ring. Yo birga ko'ramiz oyim. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, orzu qaring oyimni polni trenirovka qildirtiring oyimni.